Obunachilar qo'ylarga bittadan like bosib, kommentariyga mashalloh deb yozib ketamiz. Mana shunaqa tozalardan, go'zallardan xudo xolasa videoni o'tkazmasdan ko'rib turinglar, zo'rlari chiqishda davom etadi. Obunachilar bittadan shunday like bosib qo'yinglar, qo'ydi mana shunaqa tozasidan yetib kelib bir dona mana. Yarchi qo'zi so'ragan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Munchoqlari ham bor mana. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, mana shunday toza nasldor, zotdor qo'y ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun qo'ylarni haqiqiy elitalaridan, go'zallardan obunachilar, haqiqiy terma qo'ylardan, zo'rlardan akalar apigamiz video qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Videoni boshidan obunachilar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, yaqinlarga podlestiya qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Bugun akalar Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on, Sho'arzonchi o'pitumchilar qishlog'idamiz. Har doimgidek akalar o'zimizda, xonadonimizda, o'zimizda firmamizda avzorimizda dadamlar bilan birga beramiz. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu Xudo xolasa 3-4 parcha yaxshi qo'ylar kelgan. Qo'ldan kelgan chiqaveramiz xudo xolasa. Hammasi o'ta kelishgan qo'ylar, hammasi. Mana shunaqa toza simjun variantlardan. Bugungi akalar assortiment qo'ylarimiz ko'p, soni ko'p. Xudo xolasa videoni shuning uchun erinmasdan, o'tkazmasdan akalar oxirigacha ko'rasizlar. Inshaalloh tomosha va maza qiladigan video bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, obunachilar, birinchi partiyamizga soni 8 dona, bari xudo xolasa urg'ovchi variantlar akalar. Mana. Turishini qaranglar jonivorlardan. Haqiqiy sadada o'sha terlab turibdi. Mashalloh yozib o'tamiz. Havas keladi bo'lsa. Yoshlar ham akalar shu chibushga yaqin, oldi chibushga yaqin akalar xudo xolasa. Oldi chibuzga nima bo'ladi? Oldi chibuzga oldi. Oldi xudo xolasa chibuzadi. Qolganlari ham akalar kichkina narsa emas demoqchimiz. Sifatlarga ahamiyat beringlar akalar. Hammasini o'sha belda bunaqa qizil nimalar bilan belgilab qo'yganmiz akalar. Mana. Polvon narsalar xudo xolasa. Hop, kelganiga akalar, bular kelganiga shu 3-4 kun bo'lib qoldi. Sinovdan dadil o'tdi xudo xolasa. Xotirjam ko'rib, sinab olaverasizlar obunachilar. Umuman yeb ichishlaridan, sog'ligidan muammolari yo'q. Obunachilar mana hammasini yuzlariga ahamiyat bersalaring, mashq qo'yam, yoniga ketgani yo'q. Hammasini yuzlari toza, tiniq variantlar. O'shanga mana obunachilar, kalla, yuz mana quloqlari, yuzlari tumshug'i pon oq yuzdan, qorinlar tagan pon oq akalar. Dumbalar qaranglar. Mana tikka dumba akalar. Haqiqiy naslga akalar zotga juda yetadigan variant. Bellari ham tekisligi zo'r. Qo'shqorni udorni qo'shib turib, hammasi ham obunachilar mana. Hammasini yuzlariga ahamiyat beringlar mana. Hammasini yuzlari, toni bir-biridan chiroyli variantlari. Mana xudo xolasa bo'lgandan keyin ham obunachilar uyaltirmaydigan sifati, zotlari chiroyli, xudo xolasa yaxshi nasl, yaxshi vaj. Bo'ylari keladigan bo'lsa akalar 75 plyusga olaverasizlar. Bari xudo xolasa mayda shudasi qo'shib qo'yamiz yo'q. Mana shunaqa tilla rangida mana simjun ranglaridan akalar. Xudo xolasa terib obunachilar shu 100 qo'yishini kerak bo'lsa bitta-bittalab terib, saralab xudo xolasa chiqarganmiz akalar videoni. Bari qo'ylarimiz shunaqa bir-biridan chiroyli variantda chiqaradi. Xudo xolasa. Janovar qaranglar polvonni. Kalla yuzlar mana oq tumshuq, oq ko'z. Akalar bu simjun tondan bu junnoq qo'yganmiz, sim ton mana. Ayollarni ko'rsatamiz-ki, xuddi shunaqa. Mana qo'shqorga tayyor kerak bo'lsa, mana akalar mashina qo'ylarni bitta-bitta yig'ib, yaxshi bo'lib sotishyapti. Xudo xolasa bizda optim ichida bu ham narxlar yengil o'tib turadi. Hop, dada bularni o'sha bir joyga nech puldan beramiz? Bularni bir joyga olsa 8 tasi o'zi qolib bir-biriga. Kichikroq bu 100 tasi chekadagi bu. Eng sifat go'zallaridan bittasi. Bittasi kichikroq bor, lekin bu ham o'ta sifati. To'ni tushib qo'ydi mana. Ikkitasi bir xil qo'ydi. Narxini bularni bir joyga olib qiladigan bo'lsa, narxi unaqa 8 million hali emas. Xo'p, 6 million 200 ming so'mdan olib beramiz. Xudo xolasa bir joyga bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentga bes pullarni olib beramiz.
Mana obunachilar. Turishini qaranglar. Hammasi zo'r Mashallah. xohlasa. Yeb ichmoqchini o'tdik, yaxshi. Akalar 6 million 200 ming so'mdan optimaga xudo xolasa. Yana xayr sunnat ichida kami nimasi bor xudo xolasa. Yaxshi arzuradigan narsalar mana. Turishini qaranglar akalar, haqiqiy bir-biridan go'zal bo'lib, yaltirab turibdi akalar. Shaytiga like bosib qo'ying hojaga. Xudo xolasa telefon qilgan insonni akalar ishini bitirib beramiz, kamini sunnatini qilib beramiz. Xotirjam Allohga chiqarasizlar obunachilar bitta-ikkitaga ham tanlab olishga, plyus-minuslar qilib beramiz. Dastavkalarimiz o'sha O'zbekiston bo'ylab bor xudo xolasa. Biz bo'lmasa keyingi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana shunaqa qo'ylarni suyagi balantidan xudo xolasa qo'chqorga tayyorlardan akalar. To'qlilarni, zo'rlardan olaman degan akalarimizga inshaalloh mana 5 dona akalar yetib keldi xudo xolasa. Qo'chqorda yurgan akalar. İnşallah endi bo'g'oz bo'lish ehtimoli bor akalar. Mashqimiz ham yerini tashab qopti jonivar. Mana qo'zi akalar inshaalloh mana tish buzishga yaqin qo'zi variantlari, kallalari, suyaklarini o'ta baland mashqo'ydan suyagi mana bu ham. Mana. Bo'ylari ham shu 75 plus akalar ular ham, xudo xolasa. Yaxshi narsalar akalar, sifatlari kelishgan junlarni qo'nnoq qo'yganmiz. Obunachilar ular kelganiga bular o'sha 3-4 kun bo'lib qoldi. Xudo xolasa sog'ligi, yeb ichlardan umuman bir kamchiliklari yo'q. Xudo xolasa xotirjam ko'rib, sinab olaverasizlar inshaalloh. Shu ham akalar kattaligini inshaalloh yaxshi narsalar akalar. Tuqqandan mayda ishda tug'maydi. Qo'chqoringiz yaxshi bo'lsa-da, ishi bo'lsa, yaxshi narsa olsalaring bo'laveradi xudo xolasa. Shu yogi baland simjundan bo'lgan akalar qo'ylarimiz, junini yaxshilab olib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana bu bir qar jun ichida emas qo'ylarimiz akalar. Mana mashqo'yimiz akalar yelini tashlab qolibdi. Qorinlari ham mana ko'ryapsiz, qorinlari ham katta mashqo'y bo'g'oz bo'lish ehtimoli katta akalar. Inshaalloh egasi bizga bo'g'oz berishni xudo biladi. Lekin mashqo'yda mana. Mana naq inshaalloh. Yeb ishi sog'liqlarida umuman bir muammolari yo'q xudo xolasa. Xotirjam sinab olib ko'rib olaverasizlar obunachilar. Mana qo'ylar qaranglar akalar, bir-biridan chiroyli, bir-biridan yaxshi, bir dona mashqasi ham bor. Hop, dada bularni narxini necha puldan deymiz? Narxini oxiri bo'lishlar 6 million so'mdan olib beramiz. 6 million so'mdan xudo xolasa. Ular ikkita. Mana shu 80 ga yaqin akalar. Mashq qilsa, san piyus ham chiqsa kerak. Katta narsa. 6 million so'mdan xudo xolasa obunachilar. Hammasi suyagi zo'r, uzunligi ham zo'r qo'ylar. Mana katta narsalar lekin haqiqatan. Hammasi yaxshi narsa. Mana Kallalar. birinchi qoringa akalar xudo xolasa. Yaxshi bo'lyapti. Bular ham tikka oyoq qo'llari ham akalar mana oyoq qo'llarga e'tibor beraman, tekis oyoq qo'llar, qiyshiq emas. Bellari ham tekis. Hammasi ham shunaqa. Hammasi akalar bir yurgan, xudo xolasa bitta qorada bo'lgan. Yelinlari ham mana buni shu birinchi qoringa akalar xudo xolasa yaqin tug'ib berish ham mumkin. Egasini yaqinda tug'adi deb berishdi. Biz endi o'zimiz qo'rab bo'lmagani uchun, biz olganimiz uchun akalar bo'g'ozga beramiz, lekin qachon tug'ishga bilmaymiz. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Lekin qo'ylarning suyagi o'ta baland. O'ta yirik qo'ylar. Uzunligi ham bu misol ali qo'ymasda. Dara qo'ymas, to'g'li qo'y bular hammasi. Bular 10-11 oylik qo'ylar. Unaqa mayda-chuda qo'ymas. Suyagi zo'r, uzunligi ham yaxshi qo'ylar. Xudo xolasa akalar qo'ya olish adashmaymiz. Yaxshi narsa olamiz, yaxshi qilamiz. Bo'lmasa akalar biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, 3-partiyamizga yana bir-biridan go'zal yarichka variantlari mana qo'zini udorlarini olaman degan akalarimizga xudo xolasa obunachilar tavsiya qilamiz. Qo'ylar qaranglar akalar, bir-biridan go'zal majam bo'lib turibdi xudo xolasa. Soni 6 dona to'qli xudo xolasa qo'zlarimiz akalar, tug'magan variantlari. O'sha birinchi qoringa o'zim bolasini olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga xudo xolasa pullari sal azroq kerak degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz mana. Son 6 dona obunachilar, sifatlarni qaranglar mana. Qizil ton, simjun variantlari mana. Sifatlarni qaranglar akalar, bir-biridan xudo xolasa go'zal. Mashalloh deb qo'yishga arziydigan qo'zlar xudo xolasa. Obunachilar bularni ham kiyganiga o'sha 2 kun bo'ldi. Endi sog'ligini ko'ryapsizlar. O'ta ham sog'liklari zo'r xudo xolasa. Umuman bir muammolar yo'q. Mana kallar, yuzini qaranglar akalar. Toza simjundan oq yuzdan.
Mana obunachilar. Bo'ylari ham xudo xolasa unaqa bir kichkina narsa emas. 75 plus minusga olaverasizlar. Atrofiga olaverasiz endi bu jabi 80 emas. Bitta buni qo'zichog'imiz bor, kichikroq, 70 ga olaverasizlar, lekin bunilari 75 xotirjam chiqaveradi. Mana obunachilar. Xudo xolasa bo'ylarimiz o'tayamiz. Narxlari ham yengil xudo xolasa. Dada bularni narxini nech bilan beramiz? Narxini 5,5 dan 5 million 400 ming so'mdan olib beraman. Va'da bo'ladi Toshkentgacha. 5 million 400 ming so'mda obunachilar. Sifat nima deyapti mana? Xudo xolasa sifatlari zo'r bo'ylardi. Mana obunachilar. Lekin haqiqiy arzon bo'ldi akalar, shoshilib qoldigan joyi. Bu qo'ylarda akalar lekin olib qolish kerak. Bundan arzonlari akalar xudo xolasa yana partiyalarimiz bor. Inshaalloh 5 million 400 dan lekin zo'r narx, arzon narx bo'ldi, shoshilib qolamiz akalar. Bo'lmasa biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, keyingi partiyamizga mana shunaqa yiriklardan so'ragan akalarimizga xudo xolasa yirikroq variantlar akalar, lekin bularning ham hammasi qo'zi chiqdi akalar, qo'zi va xolasa tug'magan variantlar akalar. Qo'chqorda yurgan. Inshaalloh qo'chqorlaring bo'lsa qo'shib qo'yaverasizlar, lekin biz buni bo'g'asiga qisirga bermaymiz, gumonga beramiz. Xudo xolasa badallari semiz qochmagan bo'lsa akalar, qo'chqorlaring bo'lsa sirazi qochib qoladi. Bular kelganiga akalar bir hafta bo'lgan. Sog'ligi, yeb ichishlari joyida, xudo xolasa umuman bir muammolari yo'q mana. Holatini ko'rib turibsizlar. Qo'ylar o'ta ham baquvvat. Haqiqatan mana bir ko'rishda odamni qiziqtiradigan narsalar. Ko'plari ham zo'r, oldi ham zo'r bo'ylar. Badallari ham dahshat akalar qo'ylar mana 50 narsalar. Xolasa uy bo'lgan akalar uyaltirmaydi. Bo'ylari ham shu 80 ga yaqin akalar. Bari qo'zi, yeb ichish, sog'liqlarida umuman bir muammolar yo'q. Sifatini qaranglar akalar. Yarichga so'ragan akalarimizga xudo xolasa yarichga variantlari inshaalloh. Mana polvon qo'zilar zo'r inshaalloh. Birinchi qoringa o'zim yaxshi qo'ylardan bola qolaman desalaring tavsiya qilamiz. Arqa dumbalari, razreslari, oldi tushlari, bellari xudo xolasa badanlari zo'r inshaalloh. Umuman bir uyaltirmaydigan narsalar. Mana tushini qaranglar akalar, haqiqiy hamma tomoni kelgan akalar. Hop, bularni narxiga keladigan bo'lsak, Badani zo'r hammasi. Eti yaxshi. narxini nech bilan beramiz deb bularni? Narxini 6,5 dan olib beramiz. 6 million 500 ming so'mdan bo'lsa akalar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Bular kattaroq polvon narsalar, xudo xolasa. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Bunaqalar lekin kandagan kelar, shoshilaverasizlar. Obunachilar, bittadan shunday like bosib qo'yinglar. Qo'ydi mana shunaqa tozasidan yetib keldi. Bir dona mana. Yarchi qo'zi so'ragan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Munchoqlari ham bor mana. Qo'zi chiqdi obunachilar, 9 oylik qo'zimiz xudo xolasa. Narx akalar arzon emas, chunki o'zimizga ham arzon kelmagan. Yaxshi narsa shu liniya qilib, zot qilib olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Bo'ylari 75, 9 oylik qo'zi, sifatga e'tibor berasizlar mana. Narxi akalar 600 dollarga xudo xolasa yetkazib beramiz. 7 million 200 ming so'mga akalar olib beramiz xudo xolasa. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Bu obunachilar so'nggi partiyamiz edi. Sizga nomerga aloqa chiqarasizlar. Shunga odam bo'lsa telefon qilib, lekin yaxshi narsa, zo'r yarichga qo'zi akalar. Narxiga ham xudo xolasa arziydi. Bundan bitta tushgan bola, xudo xolasa buni pulini kerak bo'lsa 10 barobar qiladigan narsa. Like bosib qo'yish esdan chiqmasa akalar, sog' va salomat bo'lasizlar.